Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan biznesga kirish fanining ikkilamchi bozorlar va xalqaro biznes asoslari mavzusi haqida gaplashamiz. Darsning maqsadi quyidagilardan iborat: ikkilamchi bozorlar mohiyati, tarkibi va funksiyalarini tushuntiramiz va fond bozorlaridagi ishlar mexanizmi, xalqaro biznes asosiy shakllari, real kompaniyalar haqida misollar va amaliy keyslar bilan ushbu darsni davom ettiramiz. Kirish qismida quyidagi savollar bilan talabalarga murojaat etiladi. Ya'ni bunda nima uchun kompaniyalar aksiyalarini birlamchi bozorga chiqaradi? Aksiya narxlari nima uchun har daqiqada o'zgaradi? O'zbek kompaniyalari xalqaro bozorga chiqa oladimi? Tesla, Apple qanday qilib milliardlab investitsiya jalb qildi? Xo'p, qiziqarli savollar. Ya'ni bu savollar orqali ice breaking deydi, ya'ni qizib olish uchun berilgan savollar. Bu savollar juda oddiygina tuzilgan, ya'ni nima uchun kompaniyalar aksiyalarini birlamchi bozorga chiqaradi? Ya'ni bu orqali kompaniyalar moddiy bazani shakllantirish, investitsiyani jalb qilishga va kelasi strategik qadamlarni tashlashga harakat bo'ladi. Aksiya narxlari nima uchun har daqiqa o'zgaradi? Bunga har xil turli xil omillar bor, ichki va tashqi omillar bor. Bu haqida dars davomida gaplashamiz. O'zbek kompaniyalari xalqaro bozorga chiqa oladi. Ha, chiqa oladi va chiqdi ham. Ko'plab bir nechta korxonalarimiz bor. Misol uchun Namanganda Ideal, Toshkentdagi Artel, Farg'onadagi bir nechta kompaniyalar, misol uchun Global tekstil sohasi bo'yicha. Tesla, Apple qanday qilib milliardlab investitsiya jalb qila oldi? Bular kompaniyalar o'z brendini shakllantira olish orqali kuchli menejment va marketing usullarini qo'llab o'zini korxonasini mavqeini ko'tarish orqali bozordagi narxini, birjadagi narxini nima qildi? Oshirdi. Aksiyalar narxi tobora oshib bormoqda. Xo'p, ikkilamchi bozor mohiyati nima? Ikkilamchi bozor o'zi nima? Bu qisqacha qilib aytganda, ikkilamchi bozor bu ikkinchi qo'l deb ataymiz. Xuddi shunga o'xshash narsa. Ya'ni bu avval chiqarilgan IPO, ya'ni IPO nima degani? Initial Public Offering degani, ya'ni ommaga taklif qilingan dastlabki narx. Ya'ni ana shundan keyingi bozor bu ikkilamchi bozor deyiladi. Asosiy vazifalar nima? Bular likvidlik ta'minlaydi, investorlar uchun daromad olish imkoniyatini yaratadi, kompaniyalar uchun bozor bahosini shakllantiradi va kapitalning erkin aylanishini ta'minlaydi. Ikkilamchi bozorlar mohiyati, funksiyalari va strukturasi. Fond bozorida operatsiyalar ikki asosiy segmentda amalga oshiriladi. Birinchisi boya gapirganimizmi, birlamchi bozor, ya'ni primary market. Kompaniya birinchi marta aksiyalarni sotuvga chiqargandagi narx mablag' to'g'ridan-to'g'ri kompaniyaga tushadi. Bu holatda, misol uchun Airbnb IPOs, ya'ni Initial Public Offering qilib 2020-yilda chiqargan bo'lishi mumkin. Ya'ni UzAuto Motors obligatsiyalari, bu obligatsiyalar korxona tomonidan chiqariladi va to'g'ridan-to'g'ri daromad korxonaga tushadi, mablag' korxonaga tushadi. Ikkilamchi bozorchi. Ikkilamchi bozor avval chiqarilgan aksiyalar investorlar o'rtasida erkin sotiladi. Sotuvdan tushgan pul kompaniyaga emas, investorga o'tadi. Misol qilib aytsak, Nasdaq, NYSE, London Stock Exchange, Toshkent RFP bor. Uz Stock Exchange deb ataymiz. Mana shu misollar bo'lishi mumkin ikkilamchi bozorlarga. Ikkilamchi bozorning asosiy funksiyalari nima? Boya gaplashganimizdek, likvidlikni ta'minlaydi, ya'ni investor istalgan vaqtida aktivni sotib yoki sotish yuborish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bozor bahosini shakllantiradi, ya'ni bunda aksiyaning real qiymati talab taklif asosida aniqlanadi. Resurslarning samarali taqsimlanishi, ya'ni investitsiya yuqori daromadli sohalarga oqib boradi. Risklarni diversifikatsiya qilish bo'lsa, investorlar portfel yaratish orqali riskni kamaytiradi. Xo'p, ikkilamchi bozor ishtirokchilari kimlar bular? Ikkilamchi bozor ishtirokchilari asosan bular investorlar, brokerlar, fond birjalari va market maker va regulyatorlar bo'ladi. Aksiyalar narxiga ta'sir qiluvchi omillar
Makroiqtisodiy omillar bor. Bunda inflyatsiya, foiz stavkalari, kompaniyaning moliyaviy natijalari, raqobatchilar xatti-harakati, siyosiy jarayonlar, global texnologik trendlar. Xalqaro biznes asoslarida bo'lsa, xalqaro biznes davlatlar o'rtasidagi savdo, investitsiya, kapital xizmatlar va texnologiyalar almashuvi jarayonidir. Xalqaro biznes o'z-o'zidan kelib chiqyaptiki, korxonalar endi ichki mahalliy holatda, davlat ichida emas, endi o'z davlatidan tashqarida savdo qilish qobiliyatiga ega bo'lgan holatiga nisbatan aytamiz. Bunga misol korxonalar ko'p. Apple bor, Microsoft bor, Nike, Adidas, Samsung, Xiaomi, turli xil kompaniyalar bor, ya'ni xalqaro biznesda savdo qiladi. Xalqaro biznesning asosiy shakllari bor. Bular eksport va import. Bu hammamiz bilgan, eshitgan usul, ya'ni tovar va xizmatlar chegara orqali harakat qiladi. Franchisingda bo'lsa, mahalliy tadbirkorga brend va biznes modelidan foydalanish huquqi beriladi. Misol uchun, KFC, Starbucks, McDonald's O'zbekiston bozoriga kirib kelishi bunga misol. Joint venture bo'lsa, qo'shma korxonalar, mahalliy va xorijiy investorlar birgalikda kompaniya ochadi. Misol, GM Auto Motors. Bunga yana bitta misol qo'llashimiz mumkin. GOC Uz, ya'ni Jizzaxda prom zonasida ochilgan optik kabel ishlab chiqaruvchi korxona. Bu korxona joint venture sifatida, qo'shma korxona sifatida ochilgan bo'lib, GOC korxona Koreyaning Gvanju shahrida joylashgan GOC korxonasi va Ustelecom korxonalari birgalikda qo'shma korxona sifatida ochgan. To'g'ridan-to'g'ri investitsiya, ya'ni FDI deyiladi. Bunda xorijiy kompaniya boshqa davlatlarga kapital kiritadi. Zavod, ofis, filiallar ochiladi. Outsourcing va offshoring degan terminlarimiz ham bor. Outsourcingda ishlab chiqarish, IT yoki xizmatlar boshqa davlatdan olib kelinadi, yo'lmasam offshoring boshqa davlatda ishlab chiqarish ochiladi. Xalqaro biznesning afzalliklari nima? Yangi bozorlar kashf qilinadi, xarajatlar optimallashtiriladi, resurslarga kirish kengayadi, diversifikatsiya, risklar kamaytirish imkoniyati yaratiladi va global brend yaratish shakllanadi. Xalqaro biznesda turli xavflar bor. Bular quyidagilar: valyuta kursining o'zgarishi xavfi, siyosiy barqarorlik xavfi bo'ladi, bojxona tartiblarining murakkabligi. Bunga misol, so'nggi yillarda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi tariflar, ya'ni bojxona tariflari nima bo'lyapti? Keskin oshib ketish natijasida ichki bozorda narxlar ko'tarilishi yuzaga keldi. Transport logistika muammolari, raqobatning kuchayishi xavflari bor. Quyida mini test, ya'ni savollar bor mavzu yuzasidan. Quyidagi savollardan sizlardan so'rayman, mana shularda javoblarni topinglar. Chunki keyin shu dars davomida testlar shakllantiriladi va xuddi shunga o'xshash savollar berilishi mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Darsimiz bu oxirgi darsimiz bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri LMS FSTU veb sayti orqali murojaat etishlaringiz mumkin.